Albatta, kosmetologik protseduralar qimmat, chunki bu preparatlar, o'sha professionalniy kremlar hammasi chet eldan keladi. Chet elda professionalniy liniyalari albatta qimmat bo'ladi. Bizni ishlatadigan inyektsion protseduralarimiz hammasi chet eldan kelganligi uchun qimmat, ham natijasi ham shunga yarasha. Agarda siz yuzingizga vitamin inyektsion qildirsangiz, 6 oydan 8 oygacha sizni yuzingizni yoshartirib saqlab turadi, ajin tushmaydi, dog' tushmaydi. Kremlarni masalan sursangiz o'sha ustki qavatida qolib ketadi, o'shaning uchun uni natijasi kam bo'ladi. Inyektsion protseduralarimizda yosharish u 3-4 marta olganda srazu yosharib, yaltirab, ajinlari ketadi masalan. O'shaning uchun ham qimmat bo'ladi bizning protseduralarimiz. Lekin oldini olinsa, doimiy vitaminlar bilan to'yingan yuzga ko'p xarajat ketmaydi. Doimiy olinib yurish o'zi shart ayollarimiz uchun. Bizlarda ham arzon preparatlar, ham o'rtacha preparatlar, ham qimmat preparatlar bor. Yoshiga qarab, sharoitiga qarab biz tanlab beramiz. Masalan, o'sha arzon preparatlar ham natija bermaydi degani emas, u ham natija beradi.